nima uchun O'zbekistonda aynan hozir mana shu derivativ moliyaviy instrumentlar joriy etilmoqda va nimaga bunaqa uzoq vaqtdan beri kutiladi? Avvalambor, savolingiz judayam to'g'ri, judayam qiziq savol. Man ozgina bo'lsa ham bir balkim hozir bizlarni kuzatuvchilarga ko'rib shu podkastni ko'rib kelayotganlarga bir tushuntirib bermoqchiman. Derivativlar bu o'zi mana kapital bozorida ikkita asosiy instrument bor. Ikkita asosiy instrument, sarmoya instrumentlari bu investment o'sha, ya'ni qimmatbaho instrumentlar bular. Bittasi debt, ikkinchisi equity instrumentlar. Bittasi qarz instrumentlari, ikkinchisi o'sha aksiyalik instrumentlar deyiladi. Ular eng asosi o'sha birinchi derivativlarga o'tishdan ham oldin Amirxon ko'p mana shu ko'rsatuvni podkast ko'rib o'tganlar o'zi uchun alohida equity bilan debt instrumentlarni yaxshilab mukammal tushunib olishligi kerak. Chunki derivativlar ulardan уже как subprodukt deyiladi. Ya'ni o'sha asosiy yaratilgan instrumentlardan ajralib chiqqan instrumentlar hisoblanadi. Masalan, deyilu masalan mana qarz instrumentlariga, ya'ni debt instrumentlariga bog'langan derivativlardan eng oddiy biridan biri masalan repolar yoki masalan deylu reytlar yoki swaplar. Swap degani nima degani? Bu o'sha qarz olayotganda bilasizlar, protsentni stavkasi bo'ladi. O'sha protsentni stavkasini hozirgi protsentni stavka masalan 6 yoki 7% desak, uni masalan qanaqadir ustida premiya to'lab turib, kelajakka bo'ladigan protsentni stavkani o'sha premiya asosida, ya'ni как buni страховой polis desa ham bo'ladi. Uni как interest rate swap sotib olsa bo'ladi. Ya'ni agar tushib ketsa qarz nima bozorida stavkalar, ya'ni o'shani keyin ishlatadi. Agar tushmasa, ya'ni o'sha bergan mayli premiya kuyadi, lekin hozirgi o'sha paytga bu hedjирование deyiladi, hech qilingan bo'ladi. Keyin nima, ya'ni bu oddiy bir qarz instrumentlarini derivativlaridan biri. O'shaning uchun Amirxon derivativlarni birdan bir o'rganishdan oldin har bir investitsiya bozoriga, kapital bozoriga qiziqib kelayotgan nima qatnashchi, ya'ni kelajakda o'zini moliya bozorida, investitsion bozorida o'zini karyerasini rivojlantiraman degan yoshlarimizni avvalambor albatta kapital bozorini asosiy instrumentlarini, bu qarz instrumentlari, debt instrument va equity instrumentlar, bu aksiyadorlik instrumentlarini o'rganib chiqish kerak. Endi derivativlarning muhim tarafi bu derivativlar ko'p holda как страховой polis kabi ishlatilinadi. Bir qanaqadir kelajak bo'hronlardan yoki qanaqadir deylu volatilностьdan, bozordagi volatilностьlardan ishlatiladi. Bu derivativlarni, ya'ni aksiyaga yoki debt, ya'ni bu debt deganda bond bo'lishi mumkin, qarz bo'lishi mumkin, o'shanga bog'langan bo'ladi. Tushunarli. Demak, mana shu opsion, futureslar va swaplarni joriy etilishi O'zbekiston kapital bozorlari rivojlanishining yangi bosqichiga kirayotganini bildiradimi? Albatta bildiradi, chunki qarang, mana derivativlar xohlasangiz xohlamasangiz kirib boradi, chunki O'zbekiston xalqaro moliya bozorlariga chiqqan suveren bondlar orqali, korporativ bondlar orqali, masalan suveren bondlari, masalan deylu Minfin chiqargan mana yevrobondlar, to'g'rimi? Minfinning yevrobondlari dunyo bozorida mana katta man aytganimdek Amerikadagi va Yevropadagi eng yirik sarmoyadorlar invest fondlarni qo'lida. Invest fondlar, yirik institutsional investorlar masalan suverenniy bond sotayotganda, masalan deylu BlackRock deylu yoki qanaqadir bir Templeton deylu bir $50 million suveren yevrobond sotib oldi. Suveren yevrobond sotib oldi, uni narxini o'ynashiga, tushib ketishiga o'ziga keyin yana alohida
derivativ instrument ham ko'p hollarda sotib oladi. Bu CDS. CDS bu eng yana bir oddiy misollardan biri suveren bondlarga biriktirilgan derivativ hisoblanadi. CDS degani Credit Default Swap. Credit Default Swap degani bu degani agar qaysi bir davlat, suveren davlat chiqargan bondi default bo'lsa, ya'ni man katta sarmoyador bo'lib turib, masalan, deylik $50 million pozitsiyam bo'lsa, o'sha pozitsiyam kuymasligi uchun man страховой polis sotib olaman. Страховой polis o'sha bu CDS deyiladi, o'sha derivativ. Bu CDS har bir 10 millionga bir 50 dan 100 basis points deyiladi. 0,50 dan 1%gacha narx anaqa qilinadi, chiqariladi. O'sha har bir 10 millioniga man premiya shaklida alohida как premiya to'lagandek bittada sotib olaman, CDS sotib olaman, credit default swap. Masalan, oddiy misol, suveren bondlarga chiqarilgandan keyin alohida bitta derivativ bu CDS. CDS bu credit default swap. Credit default swap sotib olgan odam buni sotib oladiki, bu chiqarilgan suveren yevrobondlarni defaultga himoya qiladigan instrument hisoblanadi. Agar masalan suveren bond chiqargan mamlakat default bo'lsa, credit default swap CDS sotib olgan investor uni olib borib CDS chiqargan, uni asosan yoki katta yirik investitsion banklar chiqaradi yoki страховой kompaniyalar chiqaradi, sug'urta kompaniyalar. Sug'urta kompaniyaga olib borsa, CDS kuygan pulini qaytarib beradi. Tushunasizmi? O'shaning uchun mana bu instrument. Bu instrumentni o'zini alohida CDS bozori bor. Secondary market, вторичный rynokda. Agar u bozor shunaqa o'ynaydiki, agar suveren bond narxi ko'tarilib ketsa, ya'ni bu degani mamlakat chiqargan mamlakat ekonomikasi, iqtisodi yaxshi, bondlar mana oshib ketgan, stavka yield dochodность tushib ketgan, bu degani buni riski, default bo'lish riski unaqa katta emas. Unda CDS ham narxi tushadi, uni valyusi uncha qolmaydi. Lekin agar bond narxi tushib ketsa, masalan deylik, ba'zi bir qanaqadir mamlakat krizisga uchrayotgan bo'lsa yoki reyting agentstva taraflaridan kamaytirilgan, ya'ni kesilgan bo'lsa, unda bu mamlakat default prognozi ham oshadi. Bu degani, значит, ikkinchi bozorda, CDS bozorida, default swap bozorida CDS narxi ham oshib ketadi. Tushunasizmi? Chunki uni ko'proq odamlar sotib olishga harakat qiladi. Chunki mana agar default bo'ladigan, bondlar default bo'ladigan bo'lsa, CDS olib turaman. Bu CDS bu страховка manga. Manda masalan $100 million bir qaysidir mamlakatda suverenniy bondi bo'lsa, men o'sha 100 millioniga default swap sotib olgan bo'lsam, agar 100 millionim menga bir 60 millionga, 50 millionga tushib ketsa qiymati, man nima bozorida, CDS bozorida man yoki nima chiqadi, chunki CDS bu defaultga uchrasa, o'sha qog'ozlarni olib borib CDSlarni topshirsangiz, sug'urta kompaniya, investitsion bank, o'sha CDS chiqargan bankka, ular sizga hammasini qaytarib beradi. Mana bu ham o'shaning uchun O'zbekistonda yevrobondlar chiqdi, suveren yevrobondlar chiqdi. Xohlasa xohlamasa tashqi bozorda derivativ bozori shakllangan, yaratilgan. Endi buni O'zbekistonning ichida ham, chunki O'zbekistonning ichki bozori ham mana sekin-sekin rivojlanib boryapti. Bu degani parallel holda kapital bozorida equity rivojlanyapti, bond rivojlanyaptimi? Demak, credit default bozori ham rivojlanadi, repo bozori rivojlanadi, optionslar bozori rivojlanadi, hedging instrumentlar bozori rivojlanadi. Juda ham qiziq. Shundan kelib chiqib, mana shu yengillikli, imенно derivativga tegishli qismida O'zbekistonning mintaqaviy moliyaviy markazga aylanishi maqsadiga qanday mos keladi? Bu juda ham to'g'ri mos keladi, to'g'ridan to'g'ri mos keladi, chunki har bir moliyaviy bozor, bu Nyu-York bozorimi, London bozorimi, Gonkong bozorimi yoki Dubay mana DFC bozori, hattoki qo'shni davlat Qozog'istondagi Astana moliya markazi bozori ham
bozor deganda moliyaviy bozor ichida har bir instrumentlar, har bir qimmatbaho qog'ozlar, qimmatbaho instrumentlarini o'zini bozori bo'ladi. Ya'ni va shu markaz regulatorlarni mas'uliyati va maqsadi o'sha ichki bozor yaratib berish. Ichki bozor deganda har doim market makerlar bo'lishi kerak, bondlarga alohida market makerlar bo'lishi kerak, equity ya'ni aksiyalarga market makerlar bo'lishi kerak va ichki bozorda derivativlarda ham o'zini ishtirokchilar, bozor ishtirokchilari bo'lishi kerak. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Derivativ bozorlari to'g'ridan to'g'ri qimmatbaho instrumentlarga farqliroq, ularni likvidnosti ancha pastroq bo'ladi. Ya'ni ular nelikvid hisoblanadi. Ya'ni masalan bir uh, 5 million dollarlik yoki 10 million dollarlik derivativga O'zbekistonda ichki bozorida kimdir sotib yubormoqchi bo'ladigan bo'lsa, birdan bir sotib olaman degan hali unaqa bir bozor ishtirokchisi yo'q. Man o'ylayman, birinchi bo'lib bozor ishtirokchilaridan biri bu banklar bo'lishi kerak, man o'ylayman. Tijorat banklari bo'ladi. Chunki tijorat banklarini казначействолari o'sha treasury deymiz, o'shalar O'zbekistonda ichki bozorda o'sha aktiv, ular yana ham ko'proq aktiv rol o'ynashi kerak. Kapital bozorda man o'ylayman, shu banklar birinchi o'sha likvidnost yaratuvchi bo'lishadi. Judayam qiziq fikrni aytib o'tdingiz hozir. Shuning uchun so'ramoqchi edim sizdan, mana O'zbekistonni iqtisodiyotining qaysi tarmoqlari eng ko'p foydasini oladi? Endi banklar deb aytib o'tdingiz. Qanaqa именно shu banklar foydalanishi mumkin? Именно mana shu kapital bozorlardan o'zidan yoki именно mana shu derivativ instrumentlar paydo bo'lgandan keyin qanaqa foydalansa bo'ladi va yana qanaqa sektorlar o'ziga qanaqadir foyda topishi mumkin Yana именно shu bir anaqalardan? narsani takrorlab aytmoqchi edim, Amirxon. Derivativ bozori bu ko'proq o'sha professional ishtirokchilar uchun yoki professional yoki Amerikada bu ta'nu ultra high net worth yoki high net QIPlar deyiladi, qualified institutional investorlar, ya'ni kvalifitsirованный investorlar, balkim даже fizически, ya'ni shaxsiy investor bo'lsa ham ular kvalifitsirованный bo'lishi kerak. Chunki derivativ bozorini o'qigan va bilgan, tushunadigan bo'lishi kerak. Chunki ular, man aytganimdek, derivativ bozori uncha likvid bozor emas. Pul yo'qotib qo'yish ham mumkin va agar to'g'ri tushunib, o'rganib bilgan odam to'g'ri yo'lda ishlata olsa, agar derivativ instrumentlarni, unda derivativ instrumentlarni juda katta foydalari bor. Juda ko'p foydasi bo'ladi. Endi hozir banklarga qaytsak, nimaga banklar? Chunki bizada adashmasam yirik tijorat banklari mana sekin kapital bozoriga kirib kelib, nafaqat o'zligini mana bondlarini chiqarishadi tashqi bozorlarda, balkim ularni treasury departamentlari sekin o'zligi ham ishtirokchiga aylanishyapti. Ya'ni o'zligi ham qanaqadir bir rezervni qaysidir qismini sekin qimmatbaho qog'ozlar bozoridan, kapital bozoridan bondlar sotib olishyapti ular ham. Masalan, hozir adashmasam, O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga ruxsat bergan, qaysidir rezervni qaysidir qismini Markaziy bank tasdiqlagan instrumentlarga sarmoya qilish va bu tasdiqlagan instrumentlarni orasida masalan O'zbekistonning o'zini suveren yevrobondlari, bu moliya vazirligi chiqargan dollar yoki boshqa valyutada chiqargan va balkim so'mda ham chiqargan, O'zbekistonda chiqargan yevrobondlarni masalan O'zbekistonni tijorat banklari ola oladi, tashqi bozoridan yoki ichki bozordan. O'shaning uchun ham masalan deylik, man agar tijorat banki bo'lsam, albatta birinchi o'rinda agar o'zimni anaqa treasury bo'limimda rezervlarni shakllantirayotganda qaysidir qismini overnight depozitlarga qo'yamiz. Depozitlar hozir unaqa ko'p foyda bermayapti, bilsangiz agar. Qaysidir qismini masalan
US Treasury'ga qo'ysa bo'ladi, Amerikani hukumatini qimmatbaho qog'ozlariga, chunki ularni reytingi juda yuqori. Masalan, uchta triple A deyiladi ular. A, qaysidir qismini O'zbekiston suveren bondlariga va shunga qarab qaysi derivativ instrumentlarni olish, qaysi derivativ instrumentlarni o'rganib chiqishi albatta tijorat banklari ko'rib chiqishi kerak, bilishi kerak, o'rganishi kerak. Endi bitta savolim bo'ladi sizga. Am, Hozir banklar haqida gaplashib o'tdik. To'g'ri aytasiz. Именно professional tomonidan foydalanish kerak bo'lgan instrumentlar, chunki xavfi ham, yutug'i ham juda ham katta. Endi manda bor savol hozir sizga. Banklardan tashqari boshqalar ham ishlata oladimi? Masalan, eksportyorlar bo'ladigan bo'lsa yoki importyorlar ishlab chiqaradigan mahsulotlarini asosiy qismi import qilinadimi yoki eksportga chiqarayotganda именно mana shu pulni almashtirish risklarini tushirishga ishlatsa bo'ladimi? Qanaqadir hedging strategiyalar Albatta. ishlatsa bo'ladimi unda? Shuni yoritib bera olasizmi? Albatta, uni to'g'ri aytdingiz. Ya'ni kapital bozoridan tashqari derivativ instrumentlarni, masalan, eksportyorlar, ayniqsa commodity, ya'ni xom ashyoga bog'liq eksportyor, importyorlar ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, gaz yoki neftga bog'langan derivativlar, futureslar, masalan, ularni future kontraktlari, optionslar, ularni masalan neft hedjировать qilish uchun, gazni hedjировать qilish uchun, paxtani hedjировать qilish uchun, masalan tekstil sohasida yirik korxonalar, tillarni hedjировать qilish uchun bularda mana shu hedjирование instrument derivativlardan foydalansa bo'ladi va hokazo. Va bular orasida siz aytganingizdek valyutalarni hedjировать qilish uchun, masalan dollarni hedjировать qilish yoki boshqa qaysidir valyutalarda eksportyor yoki importyor O'zbekistondagi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, qaysidir valyutaga muhtoj bo'lsa, uni ham hedjировать qilish yo'llari bor. Hedjирование opsionlar orqali, instrumentlar orqali. Sizni fikringiz bo'yicha, agar mana shu derivativ sistemasi va kapital bozor tizimi likvidnessini oshirib, to'liq yo'lga qo'ygandan keyin bu chet ellik investorlarga O'zbekistonni qiziquvligini oshira oladimi? Yo qanaqa yo'l bilan oshirish mumkin? Albatta oshiradi, lekin u birdaniga bo'lmaydi. Derivativ bozori, man aytganimdek, birinchi avvalambor bizadagi O'zbekistonni mahalliy bozor ishtirokchilari mukammal o'rganishi kerak. Chunki buni risklari katta. Agar bilmasdan turib hech bozoriga yoki derivativ bozorlarga kiraman desa, uni ancha pul yutqizib qo'yishi mumkin, yo'qotib qo'yishi mumkin. Va man aytganimdek, hali bozor uncha tayyor emas, lekin sekin shakllanib boradi. Man hozir ko'proq endi mana tijoriy banklar uchun eng nima deydi, oddiy bir qanaqadir misollarni keltirdim, lekin masalan ichki bozorda ham man o'ylayman, mana hozir sekin ichki qimmatbaho kapital bozori rivojlanib borgan sari Toshkent fond birjasida masalan deylik, har bir broker hisobiga yoki investitsion hisobiga ega bo'lgan, hattoki jismoniy sarmoyador investor ham, ya'ni fizlitso deymiz, ular ham qanaqadir agar stock exchange, ya'ni Toshkent birjasi orqali qanaqadir derivativ bozorlariga imkoniyatlar ochilsa, bersa, oddiy jismoniy shaxslar ham masalan oddiy aksiya bilan bog'liq, masalan endi ko'proq hozir bondlar, ya'ni qarz bozorlaridagi derivativlarni keltirdim, lekin masalan aksiya bilan bog'liq bo'lgan oddiy derivativlar, bular o'sha hedjирование, masalan put optionlar, call option, masalan call put degani, hattoki ko'rasizmi, hali bizda man o'zbek tilida hali buni lug'ati ham yo'q deb bilaman. Balki mana shu lug'atni mana yaxshilab o'sha sarmoyadorlar lug'atini o'zbek tilida professional qanaqa yetkazib berish, qanaqa o'rgatish, balkim shuni bir regulator bilan birga balkim o'rganib chiqishimiz kerakdir. Masalan call option yoki put option
nima deyiladi bu call deganda oddiy til bilan aytganimda, masalan, man shunaqa opsion sotib olamanki, masalan deylik, yoki mana shu short option deylik, shortirование. Nima degani shortirование? Short degani qisqa degani, to'g'rimi? Lekin kesish degani. Masalan, short short qilayotganda buni man bozor ishtirokchi bo'lib turib, man qaysidir bir aksiyani hozir 100 dollardan sotilayotgan bo'lsa, man buni hozir masalan anaqa qilib kelajakda uni masalan hozir yo'q, mandagi qo'limda yo'q bo'lsa ham short qilib sotib yuborishim mumkin, masalan 95 dan deylik yoki 100 dan deylik, bilaman, lekin mani prognozlarim bo'yicha man bilaman, что bu aksiya tushib ketadi 4-5 kun ichida. Hozirgi kunda man kimgadir 90 dan sotaman lekin man short option anaqamda kontraktimda masalan 5 kunda uni yetkazib berishim kerak. Bilamanki 5 kun ichida bu 90 dollardan bu aksiya deylik 80 ga tushib ketadi. Nimaga, qayerdan bilaman? Insiderskiy informatsiya orqali emas, lekin bozor yurishidan, mani analitik отчетlarimdan, o'zimni prognozlarimdan ishonaman. Shu aksiya masalan 5 kunda yoki 10 kun ichida narxi tushib ketadi. O'shaning uchun menda o'zimda yo'q bo'lsa ham man kontraktini sotaman. Mana senga sotdim deyman, 100 ta aksiya yoki 1000 ta aksiya 90 dollardan. 10 kundan keyin senga 90 dollardan olib borib beraman deyman. Ya'ni delivery qiladi, ya'ni elektron shaklda. Qarasa, mandan kimdir o'sha kontraktni sotib oldi. 10 kun poylaymanda 9 yoki 8-kunda qarasam, bu aksiya masalan 85larga tushib ketdi. Uje foyda ko'ryapman. Har bitta aksiyadan 5 dollar yoki 10 dollar, to'g'rimi? Bozordan 80 dan sotib olaman, 10 kundan keyin olib borib beraman. Bu mana oddiy bir short operation deyiladi, short trading deyiladi. Xuddi shunaqa ana put option bor, call option bor. Call option deganda man masalan kimgadir bergan bo'laman, lekin 3 oydan keyin, 1 oydan keyin naborot o'sha mana shu narxdan qaytib olaman deyman, sotib olaman deyman. Unda opsiyan bo'ladi, chaqirib oladi. Call degan chaqirish shu. Ya'ni bu aksiya bilan bog'liq mana har xil nimalari bor. Buni yana bir bor aytaman, buni o'rgatish kerak, buni o'zini darslarni o'tkazish kerak professional darajada. Va men o'ylayman, bu uchun O'zbekistonda mana platforma bor, O'zbekistonda mana Toshkent fond bozori bor. O'sha fond bozori orqali, o'sha exchange orqali mana shu kontraktlar sotiladi, derivativlar sotiladi yoki fonddan ham tashqari over the counter market, ya'ni investorlarning orasida, ya'ni to'g'rima-to'g'ri qanaqadir derivativlar nima qilish mumkin. Chunki men aytganimdek, derivativlar juda qiyin bularni regulировать qilish va likvidnost va nima bo'yicha ham bular ancha nima likvidnost kamroq. Tushunmagan, bilmagan odam pul yo'qotib qo'yishi ham mumkin. Juda ko'p pul yo'qotib qo'yishi mumkin. Mana qarang. Mana hozir men Bloombergda mana oddiy anaqada ko'rsatmoqchiman. Mana bu boya aytganimdek oddiy mana instrumentlar, to'g'rimi? Mana birinchisi mana Dow Jones. Bu o'sha equity bozori. Mana bu mana bu equity bozori, mana bu bondlar. Bondlar bu mana asosiy dunyoga mana benchmark bo'lib ishlaydigan bu US Treasury'lar. Amerikani moliya vazirligi chiqargan bondlarni Treasury deyiladi. Mana bu 2 yillik, 3 yillik ketdi mana 30 yillikgacha. Mana O'zbekistonni nimasiga kirsak, O'zbekistonni aytaylik, eng oddiy mana suveren yevro bondiga kiramiz. Mana bu bitta instrument. To'g'ri, mana bu qarz instrumenti. Mana bu O'zbekistonning suveren yevro bondi hisoblanadi. Mana bu yerda mana 500 million chiqargan transhi, mana reytinglari 2 ta reyting agensiyadan, S&P dan, Fitch dan, bitta BB RGS shaklida 19-yil chiqarilgan ekan. Srok pogasheniasi bu bond mana maturity 29-yili bitadi. Lekin 29-yilgacha ham O'zbekiston har yili 5.375 imенно mana shu bondga 5.375 kupondan har yili interest stavkasi to'lanib boradi. Endi masalan, buni masalan oddiy mana anaqa sotib olaman desa, mana sales ticket yaratiladi. Masalan deylik, mana
5 million bilan sotib oladi. Yoki deylik, agar bu sotaveradigan, ya'ni sell ticket to'g'rimi? Endi sotib olaman desa, Mhm. DXT mana ticket yaratiladi, keyin Mhm. buni nima qilib kiritiladi. Endi qarang, derivativlar, man aytganimdek, masalan, shu bondga masalan derivativ ham qilsa bo'ladi-chi. CDS ga kirsa, CDS bozori mana bitta funksiyaga, tak, mana CDS bozori. Mana Mhm. credit default swap bilan mana har xil bular mana basis pointsdan nima bo'ladi. Bu alohida boshqa bozor. Bond o'zini bozori mana Allcode'ga kirganda mana bu bondni bozori. Hozir o'sha O'zbekistonning bondini masalan mana buni 2 yil dochodность bilan ham anaqa qilsa bo'ladi, bit bersa bo'ladi. Mhm. Yoki mana dochodность bo'yicha yoki dollar narxi bo'yicha. Endi bilasiz, masalan, dollar mana bu o'sha chiqarilgan narxi 100 edi. 5,37 kupon bo'yicha agar bond dollaroviy narxi tushib ketsa, masalan 99 ga, bu degani nimasi ham ko'tariladi, nima доходности. Bu Mhm. o'sha mana fond bozori. А, Endi masalan equity bozori deylik, mana O'zbekiston chiqargan yaqinda O'zNIF. Mana O'zNIF O'zbekiston birinchi tashqi bozoridagi, qarz bozoridagi mana nimasi, equities. Mana xuddi ko'rayotganingizdek, Allcode'ga kiramiz. Mana bu bozori hozirgisi, mana London Mhm. Stock Exchange'da 31dan mana anaqa oxirgi marta nima bo'libdi, savdo bo'libdi. Mhm. 31,95 dan sotib olaman deganlar bor, 32dan sotaman deganlar bor. Mhm. Ob'yom mana 13,96 ta aksiya, 31,96 dan olaman degan, 32dan sotaman degan, 937 ta atigi. Ko'rdingizmi, ko'p emas ekan bozorda. Nima, Mhm. buni ham mana anaqa qilsa bo'ladi. Buni ham mana men aytganimdek short qilsa bo'ladi. Short sell qilib, yoki nima, mana bunga mana har xil operatsiyalar qilsa bo'ladi. Ya'ni bu equity nima bilan, instrument bilan har xil hedjирование qilsa bo'ladi. Mhm. Repo bo'lib qarzga olib tursa bo'ladi buni. Mhm. Repo degani bu yana bir derivativ instrument, ya'ni kimdandir hozir olib turasizda, keyin yana falon narxdan qaytarib beraman deysiz. Mhm. Tushunasizmi? Mhm. Yoki kimgadir qarzga beraman, yo aksiyamni yo bondimni. Ular keyin qaysidir miqdor ichida man ulardan yana sotib обратно olishim kerak. Ya'ni reponi nima, kontraktni Mhm. nimalariga Mhm. qarab. Va mana masalan nimadan ham ko'rsangiz bo'ladi bozorda, kimlarni qo'lida masalan mana eng katta yirik sarmoyadorlarni holders listga tushsangiz, mana anaqa masalan O'zbekiston suveren bondi mana eng katta paketlari kimlarni Mhm. qo'lida? Mhm. Mana Vanguard, Goldman Goldman Sachs, Sachs, Vanguard, mana BlackRock. BlackRock. Xuddi shunaqa masalan aksiyani ham ko'rsa bo'ladi. Mana o'zining aksiyalari mana kimlarni qo'lida? Mana eng katta mana sarmoyadorlar. Lekin bu Mhm. nimadagi, bu так как bu Londonda IPO bo'lgan uchun bu Bloombergda butun полный раскрытие, hamma anaqasi yo'q. Bu qaysidir qismini Mhm. bergan. Chunki bilamiz, masalan, bu yerda BlackRock ham qatnashgan. Mhm. O'zNIFTda, keyin Franklin Templeton ham, lekin bu yana mana qaysidir boshqa investorlarni ham beryapti, kimlarni qo'lida yana bor. Mhm. Mhm. Shu. Judayam qiziq Farhod aka, judayam qiziq. Sizni fikringiz bo'yicha, mana shu retail investorlar deganda, ya'ni katta korporatsiyalar emas, katta investitsion fondlar, banklar emas, balki oddiy investorlar, oddiy odam bo'ladimi yoki kichkinaroq kompaniyalar именно mana shu kapital bozorlar rivojlanishidan va именно derivativ instrumentlar kirib kelayotganidan qanaqadir foyda ko'ra olishadimi yoki ularga qanaqadir qiziq bir instrumentlar taklif etiladimi yo'lga qo'yilgandan so'ng? Albatta, avvalambor kapital bozori o'zini rivojlanib borayotgan sari O'zbekistonda yirik korxonalarga ham, kichkina o'rta hol kompaniya, xususiy sektordagi kompaniyalarga ham juda katta foydasi bor. Chunki O'zbekistonga pul kirgan sari ularga ham ma'lum cumulative impact deydiyu, multiplication impact ularga ham yetib boradi. Birinchidan. Ikkinchidan, katta bozor, katta
bozori katta ishtirokchilari, yirik kompaniyalarni o'zini endi premium market deymiz yoki tam blue chip market deyiladi Amerikada yoki tashqarida ularni o'zini bozori bo'lsa, lekin secondary marketda ya'ni boshqa anaqalarda ham kichik o'rtaxon kompaniyalarni ham o'zini bozori bor, ularga ham sarmoya beradigan investorlar bor. Masalan, small cap, medium cap investorlar deyiladi. Londonda hattoki main market LSE ni main marketidan tashqari London Stock Exchange yana alternative marketi ham bor. Unda alternative marketda kompaniyalar, korporatsiyalarni talab bo'lgan kapitali masalan palon milliard bo'lishi shart emas. Kichikroq kapital ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kichik kapital bilan ham tashqariga bozorlarga chiqsa bo'ladi va qolaversa O'zbekistonni o'zini ichida ham mahalliy IPOlar orqali, mahalliy qarz bozorlar orqali kichkina va o'rtaxon biznes bozorga chiqib o'ziga kerak bo'lgan kapital jalb qilsa bo'ladi. Bu kapital banklar bergan qarzdan tashqari kapital bozori qulaylik taraflari ularni muddati uzoqroq bo'lishi mumkin va kapital bozori orqali strategik investorlarni jalb qilish mumkin. Keyin bundan tashqari yana kapital bozori kovenantlari bank qarzidan ko'ra, bank asosan mana O'zbekistonda o'zingiz ham bilsangiz kerak, boshqa mamlakatlarda ham kabi 1 yil, 2 yil, 3 yil, uzoq bilan 5 yil banklar qarz berishi mumkin. Qaysidir loyihaga, proyektga. Banklar uzoq muddatga unaqa ko'p hollarda uzoq muddatga kapital, qarz, investitsiya bermaydi. Chunki banklar riskni boshqacha ko'radi, ularni likvidnostini, riskini boshqacha ular olib borish kerak. Lekin sarmoya bozorlari, kapital bozorlari orqali, investorlar orqali ko'proq, uzunroq muddatga bo'lgan kapital jalb qilish ancha osonroq. O'shaning uchun kapital bozori rivojlangan sari O'zbekistonning xususiy sektoriga foydasi juda ham katta. Ya'ni bank bozoridan tashqari kapital bozori shakllanishi bu iqtisod uchun juda ham muhim. Mana hozir yildan yilga kapital bozori ochilib boryapti. Men o'ylayman, bu yil yaratilayotgan Toshkentdagi xalqaro moliya markazi ham shunga juda ham katta dolzarb men o'ylayman katta loyiha va kapital bozori rivojlanishiga juda ko'p turtki beradi. Chunki qanchalik O'zbekistonning ichki mahalliy bozori, kapital bozori rivojlangan bo'lsa, shunchalik tashqaridagi investorlar O'zbekistonga ishonchi yanada ham oshadi va bizning bozorimizga kirib keladi. Hozirda bir aytib o'tdingiz, что aytib o'tdingizki, kompaniyalar yoki investorlar bu loyiha qilmoqchi bo'lsa, именно kapital bozori orqali uzoqroq muddatli qarzlar jalb qilishligi mumkin. Ya'ni banklarga qaraganda yana bir boshqa manba deb hisoblasa bo'ladi. Sizni fikringiz bo'yicha именно shu imkoniyat yaratilgandan so'ng O'zbekistondagi yirik kompaniyalar g'aznachilik, ya'ni treasury boshqaruvni yana takomillashtirishga turtki beradi. Albatta, chunki banklarda mana bilasiz, o'sha казначействоsi, ya'ni treasury bo'limi bu banklarning yuragi hisoblanadi. Chunki ular asosiy bank rezervlarini, likvidnostini boshqarib boradi va bular treasury departamenti har bir bankda o'ta yuqori malakali mutaxassislar bo'lishi kerak. Ular kapital bozorini mukammal bilgan mutaxassislar bo'lishi kerak. Chunki nafaqat O'zbekistonning ichki bozorida, balki mana hozir kun sayin O'zbekiston ochilib borayotgan paytda ular tashqari bozorlarga ham chiqishyapti va men aytganimdek, hozir O'zbekiston Markaziy banki tijoriy banklarga ularni o'zini o'sha казначейство bo'limiga tashqi bozorlardan ham operatsiyalar qilib qimmatbaho qog'ozlarni o'zini rezervlariga olishga ruxsat berilgan. O'sha manda to'liq nimasi spiskasi yo'q, Markaziy bank bergan instrumentlar, lekin ularning orasida men bilaman aniq O'zbekistonning o'zini suveren yevrobondlari. Bu degani masalan har bir bank
tijorat banki tashqarida o'zini rezervini, o'zini pullarini boshqarayotganida, ya'ni o'sha rezerv pullarini a, nafaqat tilla yoki overnight, ya'ni kechqurungi depozitga qo'yiladi. U yerda unaqa katta foyda bermaydi. Ya'ni inflyatsiya yevormasligi uchun qaysidir qimmatbaho qog'ozlarni olib qo'yishga ruxsati bor. Bu degani qaysidir O'zbekiston tijorat banki xohlagan tijorat bank tashqari bozorlardan, boshqa banklardan O'zbekistonni o'zini chiqargan suveren bondlarini sotib olsa bo'ladi. Va rezervda ushlab o'tirib, masalan, o'sha kupon stavkalarini o'sha nima qilib, kupon orqali foyda qilib, inflyatsiyaga qarshi o'zini pulini O'zbekiston suveren yevrobondlarida ushlab tursa bo'ladi. Demak, mana shu yanada ko'proq instrumentlar paydo bo'lishi va banklar va katta korporatsiyalarga ko'proq imkoniyatlar bo'lgani moliyalashtirish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradimi? Albatta, moliyalashtirish xarajatlarini, chunki bu diversifikatsiya bo'ladi. Ya'ni bitta joydan borib qarz olmaydi. Mana nechta imkon, nechta joyda mana alternativalar bo'ladi va hozir O'zbekistonni reytingini o'sib borayotganini inobatga olsak, masalan, o'tgan yilga nisbatan O'zbekiston o'tgan yili ikkita B minus bo'lgan bo'lsa, hozir BB ya'ni BB flat, ya'ni ikkita B, ikkita B minus, BB minusdan BBga ko'tarildi. Keyingi qadam shu o'sish davom ettirilsa BB plus bo'ladi. BB plusdan keyin уже keyingi sakrash u investment grade deyiladi. 3ta B minusga chiqib ketadi O'zbekiston, 3ta B. Va adashmasam Moliya vazirligi o'zligi shuni rejalashtirishyapti. Prognoz bo'yicha 2030-yilgacha, xudo xohlasa, mamlakat investitsion darajaga ko'tariladi, suveren reytingi. Va man aytganimdek, shu reyting ko'tarilgan sari, mustahkam bo'lib turgan sari moliyalashtirish imkoniyatlari nafaqat davlat tashkilotlariga va davlat tarafidan mana benchmarklar yaratildi. Endi hozir xususiy sektorga ham, xususiy kompaniyalarga ham imkoniyatlar yaratiladi. Tashqari bozorlarga chiqish, ichki bozordan moliyalarni jalb qilish va siz aytganingizdek, qo'shilaman, moliyalashtirish xarajatlari ham sekin borib pasayadi qiymat. Sizni fikringiz bo'yicha boshqa bozorlarga nisbatan yosh kapital bozori derivativ instrumentlarni joriy etishdagi eng katta xavflari nimadan iborat? Man aytardim, ingliz tilida lack of capacity, ya'ni o'sha nimani chuqur bilimlik yo'qligi, tajriba yo'qligi eng katta xatari. Man o'shaning uchun aytganimdek, bu bozor shakllangan sari bizda ko'proq mutaxassislar bo'lishi kerak, derivativlarni yaxshi tushunadigan, ularni o'rgatish kerak, professional darajada o'rgatish kerak. Chunki bular sal biroz murakkab va kompleks deyiladi. Kompleks nima, sophisticated deyiladi. Ya'ni ham chuqurlashgan instrumentlar. Bularni o'sha bilish uchun uni yaxshilab o'rganish kerak, ozgina tajriba bo'lishi kerak va ularni o'rgatadigan mutaxassislik kerak O'zbekistonga. Farhod aka, endi sizni fikringiz bo'yicha mana shu derivativ instrumentlar kapital bozorlari rivojlanib borishi bo'yicha banklarda yoki katta korporatsiyalarda, imенно shu operatsiyalar bilan shug'ullanadigan katta korporatsiyalarda risk menejmentini kuchaytirishligi kerakmi yoki departamentlarni malakasini oshirish kerak bo'ladimi? Man ko'proq balki bunaqa savol qo'yardim. Har bir kapital bozori tranzaksiyasi uchun, ya'ni kapital bozorida ishtirok etadigan moliyaviy tashkilotlar uchun, ayniqsa moliyaviy tashkilotlar, chunki ularda ommani, ya'ni xalqni mablag'i bor, ularni mas'uliyati ham kattaroq, ular javobgar o'sha mablag'lar uchun. Bu yerda nazorat va o'sha risk menejment juda ham yuqori darajada bo'lishi kerak. Va qolaversa, ya'ni yuqori darajada bo'lishi uchun bu degani mutaxassislarni bilim darajasi, kompetentnost ya'ni darajasi juda ham yuqori bo'lishi kerak. Chunki bu juda katta mas'uliyat
O'sha boya aytganimdek bu bitta narsa agar bir alohida jismoniy investor o'zini puli bilan risk qotgan bo'lsa bu bir qanaqadir daraja, lekin katta moliyaviy tashkilot yoki pensionniy fond yoki sug'urta kompaniyasi yoki katta yirik tijorat banki bozorda kapital bozorida ishtirokchi bo'lsa, ularni mas'uliyati yana ham yuqoriroq. Chunki bu pul o'sha uni ichida odamlarni qo'ygan depozit nimalar bo'lishi mumkin, odamlar qo'ygan investitsion qanaqadir hisoblar nimalar bu broker nima raqamlarda ularni mablag'i bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ularda ingliz tilida aytiladi fiduciary responsibility, ya'ni bularni mas'uliyati yanada ham chuqur mas'uliyat, chunki bularda o'sha ommani puli. O'shaning uchun shuning uchun ham bularni bilim darajasi juda ham yuqori.